Aka ukani bir-biri bilan oqibatligi bugun oqibati zo'rmi? Akajon deb turibsizmi? Ukajon deb turibdimi? Demak, sizlarning nikohinglardagi xotinlar jannatiy ayollar. Jannatiy ayollar. Akayz, dadasi akayza, otadan keyin otaya, dadasi ehtiyot bo'ling deyotgan xotiningiz. Dadasi ukayzi holidan xabar oling, to'y boshlab qo'ygan. Sizni qo'lingiz uzatgan joyga yetadi. Ko'p narsalarni qildingiz, bolalardan qutuldik. Ukayzi to'yiga yordam qiling deb turgan bo'lsa, akayz yordam qilayotgan bo'lsa, uni orqasida akayzi xotini turibdi. Yana akayzgami? Akayzga beravering, biza o'tiraveraylik deyotgan bo'lsa, qarz so'ravdingiz, mayli o'ylab ko'raman, ertaga bir hisobimni chiqaraman dedi. Umid bilan keldingiz akayzga, endi o'zimni